Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qaynasizlar, yaxshimi, yaxshi turibsizlarmi? Bugungi Arsan Live suhbatimizga xush keldinglar. Uzun bo'ldi bu ekranlarga chiqmag'ili. Shunga sizlardan Alloh razı olsun. Bugun ko'rganinglardek lager shahidimiz Qalbinusida xonim bilan suhbat etmoqchi. Bu suhbatimiz yaqinni yaqin qilayotgan xizmatlari, guvohlik bergan shahid bergan xizmatlari dunyoda nimalarni qilyotidi va bugungi dunyoda yanada mushundaq xil xizmatlar qanchalik muhim ekani to'g'risida to'xtalamiz. Aldi bilan xush keldingiz deyman. Assalomu alaykum deyman. Qalbinusida xonim, yaxshi turdingizmi? Alaykum assalom, yaxshi, rahmat. Yaxshi. Yaqinni yaqin sizning qilayotgan xizmatlaringizni ko'ryapmiz. Yaxshi da'vo apirasiz. Yaqinning yaqin nima ishlar bo'lyapti, nalarga bordingiz? Mush qisqa tushuntirib bergan bo'lsangiz rahmat. Bo'ldi. Oldi bilan assalomu alaykum, muhojiratdagi barliq qarindoshlarim. Hammanglarning oldimizga kelayotgan Qurbon hayit bayraminglarga muborak bo'lsin. Ham mush fursatda vatan millat uchun to'xtamay kecha-kunduz fidokorlik qilayotgan, kurash qilayotgan barliq inqilobchilarimizga, qahramonlarimizga hurmatlarim va salomlarimni yo'llayman. Siz yuqorida deganga o'xshash, haqiqatan bu yaqinda masalan nurg'un davlatlarga bordim, nurg'un guvohliklarda bo'ldim. Ajoyib isil, güzel, o'zim orzu qilgan sahnalarda shu Uyg'urlarning beshiga kelayotgan shu zulmatni, shu irqiy qirg'inchiliklarni anglata oldim. Buningdan o'zim shunchalik faxrlandim, shunchalik xursand bo'ldim deb o'ylayman. Mushu yaqindan yaqin ba'zi faoliyatlar biz ko'rdik. Mushu Jenevada bo'lsin, Osloda bo'lsin. Shu faoliyatlarni azaq tushuntirib, zodi qanday ishlar yuz berdi u yerda? Buldu oldi bilan shu Jenevada, ya'ni Birlashgan Tashkilotlarningki shu cho'ng yig'in zalida 500 ga yaqin insonlar qatnashgan, bu yerga 25 davlatdan kelgan. Har qaysi davlatlar, har qaysi millat vakillari, shularning qahramonlari, lager shohidlari, anadagi davlat arboblari, millat vakillaridan tortib 500 yaqin inson qatnashdi. Nurg'un qahramonlar o'zininki guvohliklarini berdi. Bunun qatorida men shu yerda shu vatanimiz Sharq Turkiston bo'lgan shu irqiy qirg'inchilikni nihoyatda go'zal bir shaklda anglatdim deb o'ylayman o'zim. Chunki men shu guvohlik anglitishning oldida Tibet bilan Hong Kongliklar o'zining guvohligini anglitib, o'zining bayrog'ini ko'rsatdi o'shada. Men shunchaki afsuslanib ketdim. Bu biletga kirishdan burun, sizning xabaringiz bor bilasiz, u yerga kirishdan burun bizni shunday qattiq tekshirdi-ku, endi bayroq izni kirishga ruxsat yo'q. Bular qanday akirdi uni, men shunchaki hayron qoldim. Shu afsuslanib ketdim o'zim. Ammo sahnaga chiqqan vaqtimda eng boshda mening kallamga kelgan nima bo'ldi desangiz, to'xtabdi, bular bayroqlarni ko'rsatdi. Men buni boshqa bir shaklda bular salomni yo'llay deb bo'lashadi. Assalomu alaykum. Men shu vatanimiz Sharq Turkiston Urumchi shahar jazo lageri shohidi bo'lman, shu yer o'qituvchilik evatilgan majbur holda. Men mush sahnada Xitoy cheklagan o'zimizning eng go'zal, eng yiqimliq bo'lgan Uyg'ur ana tilimda
Xitoy cheklagan, bizga kiyish yo'l qo'ymagan mana shu atlas chopinimni kiyib turib, sizlarga shu yerdagi shu hikoyamni bijim o'tgan ishni men sizlarga so'zlab beraman. İşinime ahırı çok məmanlar bundan qayil bulsalar, şu vətən yüz beriyotgan şu faciəni faqat birli söz bilan xulos qilishga bo'ldi. U bo'lsa-mu irqiy qirg'inchilik deb boshladim. Men uni so'zlab tugagan keyin o'zim shunchalik hayajonlandim. Nurg'un alqishlarga erishdim. Endi keyin bizning bu guvohligimiz tugab, mayli tush tomoq vaqti bo'lsin, kechlik tomoq ziyofatlarida bo'lsin. Nurg'un insonlar, nurg'un jurnalistlar, siyosiyonlar bizga ajoyib qiziqdi. Ba'zileri dedi biz faqat anglab bakmapti ekanmiz bundaq hikoyalarni, bundaq dehshatni deganlar bo'ldi. Buni olgan ko'nglim shunday parishon bo'ldi, chunki har bir shu insonlarga shuni anglataolmaganligimizdan ko'nglim parishon bo'ldi. Ammo nurg'unlar ashada jurnalistlar, muxbirlar bizga qiziqdi. Shuning bilan bizning intervyularimiz ko'plab ketdi bu yerda, nurg'un savollar so'raldi. Demak, mana shu bir guvohlik orqali shu yerga qatnashgan 25 davlatdan kelgan 500 insonga shularning qalbini chekaldik hamda degan gap. Demek, muşnundummu his qildim ki bu guvohlik berishninki roli ajoyib kuchli bo'ldi ekan. Demak, bizda bir gap bor o. Masalan, bola yig'ilimiz ani emitmaydi degan gap bor. Biz u yerda cho'qim u guvohligimizni anglatib, ularga tushuntirib qo'ysak, hech kim qiziqmaydi bizga. Bu Jenevadagi bu politika haqiqatan ajoyib bir yaxshi intayin ahamiyatli bo'ldi deb o'zim nihoyatda xursand bo'ldim. Undan keyin men yaqinda 10 apreldan, 10 iyuldan 16 yılgacha Oslo'da Norvegiya. Bu yerdagi Oslo Freedom Forum'daki Oslo erkinlik munbirda. Bu yerda shu cho'ng zalda hammalar ko'rganga o'xshash. Aşağı kirish tizimlatganlar 1400 insonga. Hammasi chet elliklar. Barchalardan kelgan. Endi bu erkinlik munbiri qatnashganlarmi butun davlatlardan kelgan, ajoyib kuchli insonlarga, onun uchun yonashlar qahramonlar va masalan turmalarga yetib chiqib 10 yil, 20 yil yetib chiqib o'zining tarixini, haqiqatini so'zlab berganlar bor. Kuchli insonlar, siyosiyonlar bor bu yerda. Hatto shular mablag' savatgan millionerlar, boylar, davlat arboblari, nuroblarning shahar boshliqlari, ashundaqlar qatnashibdi-da. Biz bularni tushlik tomoq vaqtlarimizda, kechda ko'proq tomoq so'rinlarimizda paroqlash tunish jihatdan buni his qildik. Bu yerdami bizniki guvohligimiz ashundaq cho'ng sahnada shundaq go'zal bir nimada elib berildi deb o'ylayman. Biz bundan burunmi shularni so'zlashgan vaqtlarimizda bo'lsin, necha qitimlab ashlar bilan paroqlashgan vaqtimiz bo'lsin, biz ular o'zimizning talablarimizni, shartlarimizni qo'ydik. Chunki biz shu vatanda, shu kamp lagerlarda o'zimizning beshimizda o'tilgan, o'zimiz ko'zimizda ko'rgan shu haqiqatni so'zlaymiz, shuni isbotimiz kerak. O'zimiz isbotimiz bor. Shu rasmlarni bizga chiqarsa, biz shuni talab qo'ydik. Chunki o'zingiz borgan yerlar, ko'zingizda ko'rgan yerlar, masalan, ashunadagi 4 xil shu kamp lagerlarda qiynaydigan 4 xil qiynash usullari, asboblardan tortib, ashadagi insonlar ishik to'liq ichilmaydi, kamerlarning ishiga o'mlab chiqib kirdiganning suratlardan tortib, bütün shuni ashlardan talab qo'ydik. Ular bunga qo'shildi. Biz qancha qitimlab shu rasmlarni ashlarga o'zimizniki orqali o'zimizni kelgizdik-da, ashni tanlag'izdik. Hatto oxirida men dedim, biz shunday bir yaxshi so'rinda dedim. Sizlarning shunday mablag'inglar zo'r ekan. Demak, u erkinlik munbirdagi bu Oslo Freedom Forum ko'p boylar, millionerlar mablag' solgan bir kuchli bir tashkilot ekan bu. Men uni shu yerda bildim. Bizniki nurg'un Uyg'ur tashkilotlarimiz bor. Eng oldida mengayotgan Uyg'urlarning erkin haqqi uchun kurash qilayotgan fidokor tashkilot raislarimiz bor, tashkilotlarimiz bor, bizning xabarimiz bor. Bunun ko'z yumsab olmaydi bir amaliyat. Men ashlar suhbatni o'tirib qo'ydim. Hatto bizning shu cho'ng tashkilotlarimizni bir muqim bir ishxonasi yo'q. Masalan, mana Germaniya yo'q, bizning dunyo qurultayida. Yo'q. Shular shu ishxona setilish uchun nurg'un tashviqotlarni qilyotdi. Bizga yordam qilinglar dedim men. Yordam qilinglar. Ana biz shu guvohlik so'zlagandan keyin oxirida men shu xulosani deyman, ashuni qo'shilsizlar dedim. Boshda bular uning tashkilotlarni nomini atab deyishga qanday qildi deb sal qo'shilmadi. Keyin ideyasini o'tdi ashlarni. Qayta deyish orqali bo'ldi. Unda biz shu tashkilotlarning logosini chiqaraylik deb ular tekshirdi. O'zimizga dedi, biz qancha qitim tekshirib, oxiri mushuk tashkilotniki bo'ldi nomini chiqarish biz qo'shildi, men uning nomini atadim. Endi mushaydi bizni eng hayajon solgan, eng bizni xursand qilgan, suyundirgan nima? Eng oxirdagi xulosada shu cho'ng sahnaga yarashgan bizning vatanimizning bayrog'i. Ajoyib go'zal bu sahna. Shunchalik huzurlansiz. Biz mana mushundan huzurlansak bo'ldi, mushundan suyunsak bo'ldi. Shuncha cho'ng sahnada shuncha ko'p insonlar, butun dunyoning har qaysi joylaridan kelgan
Şu dağlıq ərbablarda şu səhnədə bizning bayrağımız şu səhnəyə lığlı toşqan halda aşağıda keldilərni xil uzun turdu. Guvalıqımız tügəb xulasımızda tügməyli bütün insanlar orundan turub degan çavaqlarca acayip hayacan saldı bizni. Bundan bəkmi suyundum, şunçilik hayacanlandım mən şəxsən əmimiz. Siz abay dep öttünüz, biz çöndürgen çağda yana nurgun insanlar, hatta jurnalistler dediniz onu anlap bakmaptık diyen gapni qıptı. Doğru. Gerçi biz mesela biz bu teşkilatta biz bu dava işleri boğatımız bu hem de oylayımız da bütün dünya bilip gitti bu işini. Hem de tamam hem de halas. Lekin yanala sizce hem de bir yüzde diyemeyme lekin kançık insan yana bilmeydi bu ırkı kırgınçılık. Menimce bizim bu guvalıqlarımız yeterlik emas deyman. Mesela ben dünyanın nurgun devletlerine bardım. Ama şu Asiya devletleri bu yoqlarga biz baramaymiz biz hem de Müslümanlar. Ütemidik, o yoqlarga biz işkirlab anlatamadık. Menimce %50% desem artıqlı qilmasmiki deyman bunu hem de. Ben özüm işte his qilman. Çünkü biz şu yerdeki anlatayotgan vaqtimizdami, men kechki tomoq so'rovlarda men so'rab qoldingiz, men shuni bir ta'kidlab o'tay. Nurg'un insonlar kelib bizlar tunishib bizni paranglashdi. Tarjimon bir qizimiz bor bizning yonimizda Arlimida o qizimiz. Aşağıda bir sal yoshga cho'ng bir shunchalik qomlashgan bir inson bizni kelib ko'rishdi. Tunishtirganlar dedi bu bir dongliq shaxmat shohi deb. Bu shaxmat shohi dunyoda dongliq nimaki hamda milyonlarga o'zim shunchalik. Ammo bu bütün shu mablag'ning mancha persentini mushunaga soldi ekanda. Şunlar biz onu ko'rsatdik. Voy bek rahmat sana mushunday yaxshi bir isil fursatni yaratib, mesela so'ramizni taklif qilingizga deb biz rahmat bildirsak, u bizga qaytirib dedi, "Ya, biz sizlarga rahmat desak bo'ldi. Bizning mushunday sakna sizlarga o'xshash haqiqatni so'zlaydigan, rostchil, beshini utilgan so'zlaydigan mushunday insonlarga bizning ehtiyojimiz bor." deb o'sha dedi. Ana yana bizni so'radi. Bizga nima yordamimiz kerak sizlarga deb. Shu so'radi bizim. Yani onu ben qayta ta'kidlab dedim. Bu teşkilatlarga mesela mablag'larni qilibsizlar haqiqatan odam iqtisod bo'lganda teşkilatlarda pul bo'lganda shunday yaxshi faoliyatlarni qila oladi, nurg'un davoni anglata oladi. Shundaqku. Men shuni dedim. Bizning nurg'un tashkilotlarimiz bor, Uyg'ur tashkilotlarimiz bor. Mablag' yo'q. Iqtisod yo'q. Nurg'un ishlarni qilolmaydi. Biz men shunga doiti tuvanchiliklardan so'rayman. Iqtisod jihatdan shu tashkilotlarga yordam bo'lgan bo'lsa, yararli bo'lgan bo'lsa, bizning bu Yevropalarda, Turkiyalarda bo'lsin, hamma davlatlarda Uyg'ur ana til maktablarimiz bor dedim. Nurg'un maktablar ichiladi, keyin o'g'an taqlib qolib nima uchun mablag' yo'q. Bu biz ana tilimizni saqlab qilishimiz kerak. Buning uchun mablag' kerak, bunga yordam kerak dedim. Ana yana boshqa nurg'un davlatlardan kelganlarmi bizdan so'radi. Acayip ko'p insonlar bizga bo'lgan hissasligini bildirdi. Hatto Mishelmanda ta'sir qilgani sizga o'xshash bir inimiz Amerikadan kelgan chet ellik bola ekan, Amerikalik bola bir tashkilot xizmat qildi ekan. Bu bola men Uyg'urlar to'g'risida bir maqola yozgandim deydi. Bizim Türkiye'li kaplanmamda görüşüp gittim. Makale yazsam benim reisim, teşkilatniki başlığım. Sen bu makaleni elan qilma, bunu elan qilsan sen o'qimaysan Xitoyning qanchalik dahshat kuchligini. Bunu elan qilsang bizga vahimi ko'p bo'lib ketadi, dahshat bo'ldi dedi. Men sening guvohligingni anglab, sening jasoratingni men Xitoyni qat'iy o'qimayman, men qaytib berib cho'qim shu maqolani e'lon qilma. Sizlar uchun men shu bir ishni xizmatni qilay deb o'yladim dedi. Shunchalik suyundim, shunchalik xush bo'ldim. Endi Michel Obay siz degandek Bəzən az bir qism insanlar, bunlar məsələn Afrikanın bəzi bu dövlətlərdən gələnlər var ki, anandakı Marrakeşdəndir, yəni bir xil yerlərdən gələnlər var ki, bir neçə bizni sordu. Biz anlab baxmapdı ikimiz dedi. Bu adamın ko'nglini yerim qilgan haqiqatan. Deganda shundoq beyaram bo'ldik biz, shuncha anlatyapmiz, shuncha so'zlayapmiz, nima uchun bular anlab baxmaydigandi. Shuni andiki aşağıda anlab baxmagansa, buga anlab qanday his qildi? Dedik desek, ajoyib ta'sirlikka. Aşağıda birisi, davamlı qatnashayotgan birisi ekan, umumiy bir mablag' solgan. Shunmi men 20 yilning yoqi anglab kelayotgan hikoyaning ichida sening hikoya eng dahshat, eng haqiqiy, eng bekvekshi yurakka tegdi dedi. Demak, ashuna yuragiga tekkan gap shu bog'larimiz. Məsələn, bəzilər məsələn sizdən soraydı və ya təşkilatlarımızı soraydı qandaq qilish kerak, lekin boshqalar sizga qandaq xizmatni məsələn siz bay degandek maqola chiqarman dedi, lekin boshqacharoq bir xizmat qilib beray va sizni ta'sirlantirgan voy bunda bir xizmat qilib bergan bo'ldi deb bir hikoyangiz bormi? Mesela bunday hikoyalar bek ko'p. Haqiqatan. Eng oddiy bir misolni, eng oddiy qisqa bir misoldan boshlasam, men shu Gollandiyada, Mishada bizning bir indimizniki, universitet o'qiydigan
bir yaqin do'sti bor ekan, o'sha Gollandiya yerlik bola ekan. U bola ko'p qatimlab debdi, men Uyg'urlar to'g'riliq bir narsa yozay degandim. Bu inimiz meni tunishtiribdi. U vaqtlar mening vaqtim toza nim qilmay ketdi, bir 2 oy so'zilib ketdi-da. Keyin men vaqt chiqarib ko'rishdim shu bola bilan. Bu bola universitet bitirib ilmiy maqola chiqarmoqchi ekanda. Bu ilmiy maqolani yaxshi bir shaklda yozish uchun Uyg'urlar to'g'risida yozmoqchi bo'libdi. Biz 1,5 soatda ko'rishdik. Ko'rishib bo'lib chiqib, mashinasi bilan akab qo'ymoqchi bo'ldi. Mana bu bola shunday mashinasiga chiqiblar. Balki telefon qo'yadigan bir apparat bor ekan, mashina shunda puxt ekan, uni shu testni ajratib, uni tashib chiqib, men sana nima qilib bersam bo'ldi, sana nima yordamim kerak deganda, "Sen men harakatingdan men tushunmay qoldim" dedim. Men mushu telefon qilgan mush narsani Xitoyning do'konidan olgandim. Xitoyning men eng oldinlar mush kichik harakatimdan boshlaydi dedim. Dedi. Men bek suyundim dedim. Bugun boshlab sen mening qarindishim dedim. Chunki sen biz uchun mush kichik xizmatni qilding. Mushu yetarli. Endi men sen o'tindig'ini sen avval o'zingning oilasidan boshla. Tuqqanlaringdan boshla, sening sadoqdoshlaring, tunish bilishlaring ko'p shulardan boshla. Birinchi jo'p menga yordam qilmadi desang, Xitoyning do'konini qat'iy mollanma dedim. Mol amma faqatla. Andan keyin mening sanga shu so'zlagan mush intervyularimni sen kuchli shaklda anglatqin. Sening tiling va sen sotsial mediada shunday kuchli nurg'un anglatadigan yerlaring bor. Ashunga e'lon qil. Mushu sening menga eng chong yordam qilganing bo'ldi. Tabii shunda xush bo'ldim. Bunday misollar bek ko'p haqiqatan. Endi masalan Osloda ba'zi jurnalistlar bor. Andan keyin ba'zilari masalan bunday apparatchilar, donliq apparatchilar borki, shularmi kelib bizni so'ragan bo'ldi. Biz sana nima yordam qilib beramiz deb. Biz sana nima qilib bersak bo'ldi deb shunchalik xursand bo'lib minnatdorlik bildirgandi. Men dedim ularga, sizlar masalan jurnalistlar yoki bunday texnik kuchlikda u jihatda. Demak, sizlar nurg'un medialarda bizning mush ovozimizni kuchli anglitib bersanglar, eng kuchli tarqitib bersanglar, shu bizga yetarli, shu kifoya dedim. Demak, bu yerda bir inson muomala qilgan vaqtimizda ashninki atrofiga shu sharoitni qarab turib, menimcha shuningga mos keladigan bir talabni o'tirib qo'ysak, menimcha bu yaxshi deb o'ylayman. Bu mening 4 yil jarayonida to'xtamay guvohlik berib, qandiki bir tajribam deb o'yladim. Shu. Mushu bilsiz ba'zi davlatlar, masalan Amerika bo'lsin, ba'zi parlamentlar irqiy qirg'inchilikni tunidi. Nurg'un qarindosh davlatlar, ya'ni Uyg'urlar qarindosh Turkiyadek va yoki O'rta Osiyodagi davlatlarda tunug'ini yo'q. Mushu irqiy qirg'inchilikda bir tunishning muhim ekanligi va sizning buning ichidagi rolingizni tushuntirib bera olasiz? Buldu men dastlab kelgan vaqtimda shu 2021da Kanadaning u vaqtdagi korona Xitoyning virus tarqalib korona davlatlarga boramaydigan vaqtimiz. Shu vaqtda shu Kanada parlamentiga guvohlik berishib qoldi telefonda. Bularning masalan ashadagi tashkilotlarning hamma sharoitlari yetib pishib bitilgan. Dahqo'pda. Demak, birli buningga bir asos, isbot kerak bo'lgan vaqtida bular mendan so'rab men guvohlik berdim. Demak, necha kundan keyin bu Kanada parlamentida shu Xitoyning Uyg'urlar yuzlagan shu qirg'inchiligini irqiy qirg'inchilik insoniyatga qarshi jinoyat degan qarorni chiqardi. Bu guvohlikniki shu kuchi deb o'ylayman. Bu birinchi mening shunchalik xursand bo'lgan shu birinchi hayotim. Shu vaqtida men mishada shu Gollandiyadagi panohlik tilab ilchaqib bir kompyuter o'tgan vaqtimda. Bu yerning kampusida vatanning kampular emas, bir kadrlar sanatoriyasidagi kamplar bor, bir dam yer. Shu yerda turayotgan vaqtimda mush munosabatlar men ismini atmasam davolay, shu Gollandiyada turgan bir necha qarindoshlarimiz shundoq esil gullarni ko'tarib kampga kelib menga ashurqi rahmatni bildirib shundoq xush bo'lgan, menim shundoq xush qilgandi. Shundan keyin endi men noyati o'zimni to'xtabdi. Men odatda bir ishni qilmoqdim. Bu bir ta'sir kuchi zo'r ish dedim. Undan keyin Angliya parlamenti guvohlik berdi. Ular qaror chiqardi. Endi men bizim Belgiya parlamenti taklif qilganda 5 yil bo'lgan vaqtimizda shu parlamentda shu bizning guvohligimiz boshliq 1/2 soat qolgan vaqtda Xitoy aralashib butun internetni taqib tashladi. Başında bir kuchli bo'ldi. Shuni o'ylanib keyin surib, bir oydan keyin surdi. Yana aşağıya bordik, berib shu parlamentda guvohlik berib so'zladim. Hatto shu yerda bizniki yaqin qarindoshimiz deb o'ylayman, Yeshillar partiyasining raisi Samuel Kokolato degan shu qarindishimiz. Men doim borgan ko'p bordim, Belgiyaga nihoyat ko'p suhbatlarda bo'ldim, universitetlarda bo'ldim. Shu menga bek zo'r madad bergan. Ajoyib go'zal inson dedim men uni. Shu parlamentda bizga qarshi turayotgan, Xitoyni qo'llayotgan Sochilar partiyasining raisi ekan. Shu bizning guvohligimizdan keyin birdan chiqib birdan gul ko'tarib kiribdi. Men rost dedim, men shu Xitoy taraf so'zlayotganda men sening guvohligingni ko'rib, sening jasoratingdan men shunchalik xursand bo'ldim, men sen taraf o'tdim.
Ben sana avaz vermem, sana bilet taşlayman. Buna bu guvalıqnınki haqiqiy, çünkü siz u yer bir haqiqatni so'zlayapsizda. Şu insanlarni mayli bizga qarshi chiqqan bo'lsin, mayli bizni qabul qilsin, qilmasin, shuni yuragiga siz tegarlagan bo'lsangiz, shuni qalbini chekarsangiz, mana bu bizniki guvohligimizning ta'siri, kuchi deb o'ylayman. Shu Belgiyada bo'ldi. Undan keyin biz Fransiya parlamentida to'rtimiz bordik lager shaytidan u yerga. Bu yerda biz guvohlik bergandan keyin qaytib kelganda, anadagi ular shu qarorni chiqardi. Yevropa Birligiga bordim. Yevropa Birligi antasab vaqtida 2026 aytdi. Bizning Berlindagi Dünya Qurultayının Berlin turuşluq g'ayr inimiz. Shu tarjimonlik qilgan. Shu Yevropa Birligidagi jumloq ustal suhbatda men guvohlik berib bo'lgandan keyin ashlarning menga ta'sir qilgan, unutib qolmagan so'zim nima desangiz, biz Yevropadagilar bek kechikib uyg'onibdik. Biz bek kechikib uyg'onibdik dedi. Keyin o'g'anni qancha qitim guvohlar orqali ular shu qarorlarni chiqardi. Yaponiyaga men bordim. Yaponiyada menga ta'sir qilgan parlament ichida bizning vatanimizning bayrog'ini aşağı to'g'ini men shu ayajani soldi. Aşağı yani güçlük olan aşı en yukarı nimede işleydigan aşı reisler nimeler kep görüşüp bizge ait yaxşı kararlar bizdirip turduğanlığını bildirdi. Endi mesela her devletlerge baksanız, hem devletlerde acayip yaxşı bir isil işler oldu. Mesela Amerika'da sizin haberiniz var. Amerika neçe ştatlar vardı. Amerika Washington'un devlet meclisi de ana Cumhuriyetçiler Partisi ile Demokratlar Partisi bir yer kep ondak uzak turup paranlaşamaydı mesela adette. 3 saatga yaqin bizning guvohligimizni anladı. Undan keyin hammasi ayrim bizga bo'lgan minnatdorligini bildirdi, va'dasini berdi. Hatto mendan savollar so'radi, xabaringiz bor? O'quvchilar to'g'riliq savol so'radi. Dedi bir kongressmen ayol, mening 2 qizim bordi. Ashadagi bolalar qandaqdi? Deb sen qanday qaraysan deb men shunday ko'z ochib ko'nglim yerim bo'ldi. O'shunday savollar so'radi. Endi biz o'sha yerdan qaytib, mana Texas shtatiga kelgan vaqtimizda bizni bir necha yahudiylar kutyapti. Aşağıda bir şundak boy milyonda bir Yahudi var ki bizim guvohligimizni anladı. Ben bilmem dedi. Ben bilmem ama sizlarning mushu bizning mushu ustalmish sorunimizni bo'lganligimizni men shunda xush oldum. Men ashni bilsammi, sizlarning og'zinglardan anglab men boshqacha bir xil bo'lib qoldim. Men sizlarga qisqa, kichkina bir xush xabar yetkazay. Mening Xitoyda bo'lgan manchi million, manchi trillion dedim, ashlar men sonini unutib qoldim, kechirasiz. Aşı sodamni men yo'q qildim. Mana bu natija bu. Bizga biz shunda qo'shib suyunib ketdik. Ajoyib qo'shib ketdik ashada. Qayt qilib rahmatimizni bildirdik. Demak, hamma joyda siz bir haqiqatni so'zlagan bo'lsangiz, ashlarning qalbini chekalgan bo'lsangiz, demak yaxshi natijaga erishir ekansiz. Xudo hozir bunda qarab qarsak qilqi guvohliklarni beryapmiz. Hamma parlamentlar kirdik, so'zladik, ular e'tirof qilyapti. Biz bilan hech qanday bir qondoshligi yo dindoshligi yo'q, yo hech qanday insonlar qabul qilyapti, ashlar e'tirof qilyapti. Nurg'un sodalarini o'zini boyqut qildi, nurg'un nimalarniki markalarni tatib. Ammo bir dindosh bo'lgan, alhamdulillah musulmon deydigan bizning musulmon deb biz ishonadigan qarindoshlarimiz, bo'pti hamda Xitoyning ash kamp lagerlarini e'tirof qilgisi kelmasin, o'zining ishga ishidisin. Faqat hech bo'lmaganda bizning shu ulug' Qur'on Karim kitoblarimiz qanday debsanda bo'ldi. Namozlarimiz qanday deb kitoblar ko'ydirildi, axlat nimalar tashlandi. Hatta ishkir o'lkalarda video tarqatildi. Ishkir o'lkalarda Xitoy restoranlarining ash yaga shu ulug' oyatlarimizni ash yaga yotqizib, shuni desib, o'shini bo'lsin igi chiqmadi u. Qolgani igi chiqmasin mayli. To'xtabdi, sen biz tijoratni qilyapmiz sen bilan. Bizning davlatimiz uchun, millatimiz uchun tijorat kerak albatta. Lekin sen bizning dinimiz deb sen qilsan bo'lmaydi. Qur'on bizning ulug' Qur'oni Karim bizning muqaddas kitobimiz. Sen depsen qilmasliging kerak. Bizning masjidlarimiz qancha yuzlagan masjidlar chiqildi, vayron bo'ldi. Qancha yuzlagan masjidlarni hozir Xitoylar o'zining restoransiga aylantirib oldi. Hatto hayvonlarni baxtda yashalarda, shuni qarab turyapti-ku, ashlar chidayapti o'zlariga. Bo'pti, qolganiga igi chiqmasin. Shu masjidlarimizga, shu Qur'on karimlarimizga, shu bizning ulug' oyatlarimizga igi chiqqan bo'lsa, bu bir endi yaxshi ish bo'ldi deb o'ylayman. Bundan adam ko'ngli bek yerim bo'ldi endi. Lekin bu Turkiyadami, masalan, Dubayda bir danglik kanal var o. Ashlanki intervyusi bo'ldi. Mush o'yga keldi muxbirlar. Mushada bir qorim akamiz tarjimonlik qildi arabcha uchun. Shu ma'laqi xo'shildim endi nima o'zi bir arabcha Allohninki tilida. Ammo ashman ivatganda Xitoyga tasdiqlagan joniyalarni kesib o'tibdi. Yüzaki intmen yaxshi ko'rmadim, buni nima qilmadim hargizmi. Herhalde endi anlatgan bo'ldi, lekin bizga hech chiqmadi, ovoz vermay sukut turyapti.
siz bay degandingiz, mushu Amerikaga kelib o'xshagan shaharlarda guvohliklar berdim, ta'sir ko'rsatdim. Lekin masalan Amerikada bu irqiy qirg'inchilik tunib bo'ldi. Hamda Amerika kelishning buning masalan millat deb so'raydi hamda. Nima uchun kelib zati tunib bo'lgan bo'lsa, bunun nima ehtiyojimiz bor? Va Amerika tunib bo'lgandan keyin zaten bu ishni bir taraf hal qilib bo'ldi. Hamda biz zamin davosiga o'tishimiz kerak deganda bunda bu savollarga siz qanday qaraysiz ya javob berasiz degandek. Men menimcha o'zimni his qilganim men deyman. Demak, Amerikada bizning qahramon lager shahidlarimiz bor. To'g'ri. Ular anglatdi. Amerika tunidi, e'tirof qildi, qarorlarni berdi. Hattoki Amerika davlati ana 10 necha turli Uyg'urlar uchun maxsus qonunlar chiqardi. Shunaqmi? To'g'rimi? Endi o'tgan yili bir Ukraina urushi bilanlar bizning bu da'voyimiz birdilla besqibli qoldi-ku. Bu kun tartibdan qapli qoldi bu. Shuningdek, Ashadagi bizning tashkilotlarimiz to'xtabdi. Bu bekiliqi tip-tish olib chiqib qoldi. Butun davlatlarningki hammasining kun tartibi eng oldiga nima keldi? Ukraina urushi, Rossiya urushi. Shuli bo'lib bizning da'voyimiz bir xili pallalar yo'qolib ketdi, jimjit bo'lib ketdi-da. Buning bilan ashlar ko'p qatimlab shu yerdagi kongressmenlarga, senatorlar deymizmi, parlamentlarga ko'p qatim iltimoslarni qilish orqali, munosabatlarni qayta o'rnatish orqali bizningki nurg'un butun lager shahidlarimizningki materialni beribdi. Bu haqiqat rost gap bu endi. Bergandan keyin ular demak, undoq bo'lsa biz anglab boqmagan yangi hikoyani anglamiz. Biz shuni anglaymiz. Deb bu ishlar o'rlashtirildi. Hamda bizim o'ylab bakmagan şahsen ben Amerika'ya berip bakımdan berip bir bağım var deb o'ylaydim. Elki qayaga berish bormaslik bizning erkinligimiz emas ha uchu. Mesela ben Yaponiyaga bağım var, Yaponiyaga bormaydi. Kimga deyman uni? Uni shu Yaponiya Uyg'ur jamiyati, qurultaylar, tashkilot raisi uni aloqalarni uritib bizni taklif qilsa bora olamiz o'shaga. Biz oddiy sig'imish Gollandiyada masalan TV'de kameradaydi, tashqi ishlar parlamentning ishlarini oldini bilamiz, tashqi ishlarni ishkin chekib biz men guvohlik etdim, tunimaydi bizni ishga. Sen nima deb kelding, kimdin sen deydi, mendaq kel guvohlik tunimaydi. Demak bu nimaga munosabatlik? Musha turishlik shu tashkilotlarning kuchli bir munosabat doirasiga. Ashla bir fursatni bir nimani yaratib bergan vaqtida biz ananiki buni ongta olayotganmiz. Bu xudoligi bir-biridan ayrilmaydigandek, nihoyatda chambarchas bog'lanib ketgan bir ishga deb o'ylayman. Shuni bilan shu Amerikaga bordik. Amerikada nurg'un shtatlarda nihoyatda yaxshi kuchli anglatdik. Hatto Nyu-Yorkdami BDT'ga kirib, BDT'ning bosh shtabi ashar bilasiz o'zingiz. Yip xatda bo'ldi 9 davlatniki vakillari. Ular ko'rishdi bizlar. Shundoq yaxshi endi va'dalarni berdi, yaxshi inkoslarni qaytardi. Bundan shundoq suyunib xursand bo'ldik endi. Bizning kutadiganimiz shu, natijamiz shu deb o'ylayman. Sizdek mushu lager shahidlari aloqa qilishmoqdimi tag'ayliqini o'ttirga chiqmagan o'tira chiqmagan o'zini oshkorlamagan lager shahidlari mayli sizdek burun ma'lumlik qilgan bo'lsin va yoki yotgan bo'lsa siz bilan aloqa qilishmoqdimi? Buni bek nihoyat yaxshi so'radingiz. Bizning bu nomerimiz nima topadiganini bilmayman. Men bilan masalan shu Qirg'iziston Bishkekda turayotgan qarindoshlarimiz bor, hatto turmada yotganlar bor. Nomerimni aloqa qildi, o'zining qanchalik umidsiz ketganini. Deydi men ularga ham ilhom madatlarni berman. Hatto Tailand turmada yotgan bir qarindoshimdan bilan aloqalashdi. Zo'r umidlarni kutgan hozir 50 ga yaqin qarindoshimiz qolib qoldi. Nurg'unlar shunda egri kasal. O'sha bo'lib biz mishadan qutulib chiqa olgan bo'lsak, iltimos bizni bir har bir guvohliklarni biz ko'ryapmiz deydi. Bilediki ular bizni shu musofirlarni yutkash, shunday xavf ichida qolganlarni chiqarishga bir kuch qolgan bo'lsanglar da'vatganlar bor. Turkiyadan ham aloqa qilgan nurg'un inalarimiz bor. Asla deydi, mush yaqinda men bilan aloqa qildi. Qalmirada biz sizdan shunchalik suyunimiz, faxrlanamiz. Sizdan ütunligimiz deydi. Agar qo'lingizdan kelib qolsa, biz mush Turkiyadan chiqib Kanadaga bora olsak, 10 mingki inson orasida bora olsak, biz sizga o'xshash, sizdan yaningizda turib shu guvohlikni bergan bo'lsak, sizdan cho'qim xohlaysiz. Sizning sekingiz qo'shilimiz bor dedi. Va unda insonlar ko'p. Shuni men nihoyat yaxshi zo'r tilaklarni tildim. Demak bu guvohchilarniki bu guvohlik so'zi pek muhim ahamiyatga ega deb o'ylayman. Bu da'voning taraqqiyoti, bizning da'voyimizning yuksalish yuqori pallasiga chiqishda bu guvohchilar muhim rol o'ynaydi ekan. Bu bizdek hozir biz 9 lager shahidi bor ekanmiz. Dunyo nurg'on, kuchayotgan. Buningda ba'zi qarindoshlarimizning ba'zi kasal sabablaridan balkim chiqamayotgan bo'lishi mumkin. Chiqamagan bo'lsa boshqa shaklda o'zining qo'ldan kelishicha kuchab qilyotdi buni. Demak bu bak ozlik qildi. Bu yetarli emas. Biz men dedim hamiyat anglatdik, hamiyaga bordik degan bilan bu yetarli emas ekan. Demak shu inalarimizni shu har qaysi yashayotgan shu qarindoshlarimizning ishib asoshiq tilayman.
Şularning şu Yevropalarga chiqib olgandan keyin bizning sepimizga qo'shilib, o'zining shu ko'rgan, bilganlarini kuchli shaklda anglitishini umid qilman. Chunki dunyo shuning birligi taqozo deymizmi, yangi hikoyalarga. Shu, ya'ni yangi narsalarga ashlar nihoyatda taqozo. Bunda insonlar texnik ko'payishini umid qilman. Bu birlab, o'nlab, minglab insonlarni ozliq qildi. Mesela şu Avrupa yani birinci dünyada turup hazırgıça yani Türkiye veya ki başka Tayland'da düşünümüz. Onlara hemen aşağı Xitayning ta'siri bevosita yapıldık. Avrupa, Avstriya, Amerikalarda yetib bulamaydı. Mishada tıxı özünün ata-anasıga ve yoki özünün baldırına tıxı uçuq aşkarı guvalık berişlerini qalsın. Hazır bir Türk'üm. Mesela işiklar içildi. Vatanga kirib chiqayotganlarni anglayapmiz. Ba'zan men bu nurg'un shu sizlardek burun mayli lagerlarda yotgan va yoki turmalarda yotganlar bo'lsin. Mush haqda siz shu rayonda turibsiz, shuni ozroq tushuntirib bergan bo'lsangiz desam, va yo'q men uydagilarni, vatandagilarni o'ylamasam bo'lmaydi deb javob berdi. Unda javob bergandan javob bermasa deb o'ylayman, boshqacha javob berib, masalan, xuddi bizning tuqunimiz yo'qdek, xuddi bizning adamımız yok, xuddi biz bu tamdan tüşkün tushib qolgandek. Chiqib siz bundaqlar qanday javob berasiz? Ma'mu xuddi bu sizga duch kelganda bu ishlar nurg'un bo'ldi. Hatto mening shu bir necha yaqinlarim shu Kanadada yashaydi. Endi uning ismini o'zining chiqarg'isi yo'q. Men endi nurg'un narsani so'ziga vaqtlarimda ashlar menga dastak bo'ldi. Oshkor bo'lmagan bilan biz sendek suyundik, biz sendek qilolmaymiz, lekin sizning bu deganlar hammasi rost. Haqiqatan to'g'ri. Biz vatanda bundan tuqqanlarimiz va ota-onamiz var. Biz chiqolmaymiz dedi. Ashlarga men shuni darhol dedim. Ha, shu to'g'ri desa, bizning ota-onamiz yo'q, bundan tushib qolgan biz. Tuqqanlarimiz ishimiz yo'q. Men shunday javob berdim, endi nima deysiz ularga? Andan keyin bu ba'zi bizning yoshlarimiz var. Yoshlarimiz deganda masalan bizniki Osloda tarjimonlik qilib yurgan yinimizda ayrılmagan sinimiz var. U sinimizniki oshkor qilg'isi yo'q. Masalan Finlandiyaga biz bordik. Finlandiyadan bir inimiz ana 1 yildan ortiq men bilan aloqalash orqali hada yordam qilsangiz, hada meni destaklagan bo'lsangiz deb yurib, shundoq yaxshi faoliyatlarni o'rnashtiribdi. Bordik. Ular o'zini chiqarg'isi yo'q. Ismini atag'isi yo'q, rasm tushgisi yo'q. Ham biz bularni yana ularni kamsitib, ularni so'zlab xuddilik mening ota-onam bordi, tuqqanlarim bordi, men so'z nimsan so'zmaysiz desak, Allah davodan chiqib qoldi. Biz undaqlarni o'zimizning qo'yniga ilishimiz deb o'ylab qoldim. Men chunki shu Oslo'dagi sonimizni tarjimonlik qilib, bular tarjimonlik qilib, bir tarjimon tepib qildi. Bu sonimiz menda shunda ansirda. Qanrada men sizga yaxshi tarjimonlik qilolmay qolamanmi? Birini topamsiz, yaxshiroq dedim. Men topmayman dedim. Men sizga ishinaman. Siz cho'qim yaxshi qila olasiz. Sizning tilingiz yaxshi. Siz ajoyib yaxshi o'rgandingiz. Men ishinaman sizga. Xato olib ketsa mayli, siz ashta bildarsangiz bo'ldi deb men qizni shuncha madad berdim. Ajoyib yaxshi tarjimonlik qildi. Qizlarning yaxshi tarjimonligida tarjimonlar bizning guvohligimizni tushunadi. Barcha chet shundaqmi? Endi biz bularni yenimizni tortishimiz uchun nima deymiz ularga? Chiq dedi, lekin kechirsiz, men ismimni nima qilmayman deyamayman, bexatarligim. Tuqqanlarim ota-onam bor bu. Biz uni radiya qilmadik, shaxsan men qilmadim. Yo, to'g'ri tushunimiz qilmadim. Balkim bizda jasorat bo'lish uchun sizga bir narsa ketishi mumkin. Chunki men yangi chiqqan vaqtda qo'rqqan dedim. To'g'ri. 2019 10-9 tushdim men Gollandiyaga. Qizim men qancha qatim dedi, "Apa siz Yevropaga keldingiz, Xitoy ishim qilolmaydi, qo'rqma." Hali bizda bir rahimi bor-ku. Chunki ko'zingizni ko'rgan narsa dahshat. Masalan siz bir kamerani ichida turib, kamerani ichidagini ko'rgan bo'lsangiz, biz sirtidagi nurg'un narsani ko'zimizni ko'rdik, o'zimiz beshimizni o'tkazgan bo'lg'achqa, bizda bir rahimi bo'ldi ekanda. Undan keyin bizning yangi chiqqanda tuqqancha demoqda haqiqatan. Ondan bir rishta yurakka bog'langan. Bu shundoq. Vatanda oilamiz var. Bizning baxtli, romantik oilamiz bordi. Biz bundan chidamaymiz, to'xtabdi. Men mana so'zlasam Xitoy oni joylar degan biz ideyada bor. Men ashta tushuntirdim qizga singlimizga. Dastlabda mening boshlar bo'lgan. Men shularni aygan. Ammo bir 4-5 oy o'tgandan keyin mening mayliqi ichimdagi bu bir tugun deymizmi? Ya uxlamayman, ya tomoq yemayman, ya suv ichamayman da shunchalik psixikam o'zgarib ketdi. Buni men bir deyishim kerak. Cho'qim chiqarishim kerak. Deb oxiri nihoyatda zo'r g'ayrat, zo'r shijoat demdi. Undan keyin bu qadamni men bosdim dedim. Dastlabda bosgan vaqtimda nurg'un guvohliklarim ko'rib beqim qizimni ko'rsatdim qizga tarjima
Qarang, hammasi maxfiy bergan bu oqimni tortilgan rasmlar hammasi. Hmm. Keyinga kelganda bumi bo'lmaydi ekan, rahat bo'lmaydi deb uchiqchi ketdim. Sizni men qo'llayman, mayli dedim. Mushu cho'ng bir tashkilot mushunaqa yerda sizning bo'g'ningiz Uyg'ur uchun eng yaxshi bir fursat bu. Chunki siz bo'lg'achqa bu kunni kun tartibga kirdi-da Uyg'urlar. Kunchilik tursiz ko'ziga. Shundaymi? Biz buni qo'llaymiz ba'zi bunday insonlarni. Ammo Abay siz degan o'xshash ba'zilar bizdan ilqidek savollarni so'ragan vaqtingizda biz ziddingiz tegib qoldi-chu. To'g'ri, sizning tuqqanlaring muhim bo'lsa, bizning uchun tuqqanlarimiz muhimdi. Bizmi chidamaydik tuqqanlarimizga. Buning uchun bu badal to'lashga, fidokorlik ko'rsatishga ketadigan ish ekan-chu bu. Rahmat. Avvalgi savolim yoshirin shaklda xizmat qilayotganlarga qaratgan emas, tamoman yo'q. Çünkü ben bu tunayman. Hatta ular belki %80-90 hesaplanır deb o'ylayman. Yoshirin xizmat qilish, Alloh razı olsun, onunla gap yo'q. Xeyr. Xumayma siz his qildingizmi? Mushu ba'zi faoliyatlarimiz bir xil suslab qolgandek bir tuyg'uda bo'ldim shaxsan yaqinning yoki. Bay degandek mayli chegaralar bir turkum insonlarga ichilib ketgandek va yoki bir turkum insonlar vatandan chiqayotgandek mushu sababi bu deb qarayman. Siz bu mushta narsani kuzatdingizmi? To'g'ri, men o'zim bir o'qituvchi bo'lgan, 30 yilga yaqin o'qituvchi bo'lgan keyin men kuzatishni yaxshi ko'raman-ku endi. Hamma tarafiga atrofli. Turkiyadan boshqa chiqayotganlarni angladim men. Turkiyadan bag'anlarni angladim. Vatanga bag'anti bular qanday qopdi? Men shunda aniq haqiqatan deymanki, mushu vatanga boramiz, kelamiz deb umid bog'layotganlarga men eslatib qo'yay mishada. Ashlar aeroport tushgan vaqtida u yerda ma'lum bir qisminiki bir 5-6siniki turk pasporti bor ekan, ha. Qolgan bir 20 ga yaqin inson, 22 mi, 20 ga yaqin inson beribdi. Qolganlarning Xitoy pasporti ekan. Maxsus Aşırılıqı cemaat xavfsiz idorasidan, davlat bexatarlik idorasidan soqchilar kelib ularni qattiq 4 soatlab tekshirgan gap. 4 soat tekshirib, andan keyin bularning nega berib, kim bilan ko'rishib, kim bilan so'zlashgan hammani aniqlab tizimlab qilib qo'ygan ekan, andan ularni qo'yib yutibdi. Hatto bular borgan vaqtda ba'zi tuqqanlar ko'rishga bo'lmabdi. Men buni aniqladim, kuzatdim, so'rdim buni. Demak, mana shunday ish. Endi biz xudo hozir bunday qarablam, voy Turkiyaga birinchi qatimda 20 odam keldi, ikkinchi qatimda 8 Uyg'ur kelibdi, bundaqga ba'zilar ketyapti, undaq emas. Ketyapti degan ichida nima sirlar bor? Kelayotgan ichida nima sirlar bor? Buni biz noyatda o'zimizni sagaklik bilan, sabrchanlik bilan buni kuzatishimiz kerak. Chegara ichildi-ku, bularga ketsak, bunda nurg'un oqibatlar bo'ladi. Siz bir qatim borsiz, bo'pti, tekshirishdan o'ting. Andan keyin qaytib keling. Ikkinchi qatim borsiz, nimaga borsiz? Shu kamp lagerlar ichidagi bo'sh qolgan o'rni to'ldag'ili borsiz. Bu aniq esingiz bo'lsin. Shu mening deydiganim. Xeyr. Mushu bay degandek nurg'un mencha Alloh razı olsun 9 lager shoirlarimiz bor, dunyoda tanilgan yaxshi xizmatlarni qilyapsizlar. Mushu boshqa shoirlarni mushu o'ttirg'i chiqarib va yoki boshqa mushunda o'zining uydagilarni guvohlikqa chaqirishga, masalan siz shunday insonlarga qanday bir so'zingiz bor? O'ttirg'i chiqib mushu xizmatni qiling degandek. Yoki o'zingizning oilangizga sahib chiqing degandek. Masalan, bu davoni qilish, bu inqilobga qadam bosish ma'lum bir fidokorlik, badal to'lash orqali keldi-ku bu. Masalan, 9 lager shoirimizniki hammalarning xabar bo'lgandek, eng oldi bilan Angliyadagi 2026 London Uyg'ur sotidan keyinlam Xitoy butun kuchini lager shoirning oila tabobatlar qaratdi. Ba'zilarninki oila tuqqanlarni saknaga chiqib turib so'z yetkazdi. Masalan, mendanki vatanda qolgan shu sobiq yo'ldoshimni ekran orqali so'z yetkazdi. Bizning maktabdan yangi kelgan sekretarni so'z yetkazdi. Uningdan sirt yana bir hafta o'tgandan keyinlar bular shu Xotandagi Uyg'ur tabobat doktorxonasining boshlig'i bilan nurg'un xitoylarning ishkirini ekib, saknaga bularni saknaga chiqarib so'z yetkazdi. Men ularga shu mishadagi Belgiyadagi bir necha inlarimiz Norvegiyaga bir tarjimonlik qilib berdi. Buni sotni aytibdiki, mushunda Xitoy ajoyib ko'p mablag'larni chiqarib bularni so'zlatib, ashlan bizning ovozimizni etish uchun nurg'un ko'p kuch chiqadi. Demak, agar yolg'on bo'lgan bo'lsa, Xitoyning xiyoli qilib chiqmaydi. Bu haqiqat rost bo'lgan bo'lsa, Xitoyning shu dahshatini, shu tajovuzchi, shu qirg'inchiligini, jinoyatni biz butun dunyoga oshkor qilayotgan bo'lsa, biz faqat va faqat bir haqiqatni oshkor qilib so'zlagan bo'lsa, Xitoy tipirlab chichangishib ketdi bu yerda. Butun kuchini ishga soldi. Hatto shu muojizat yashayotgan nurg'un xalqnimi kuchga etib,
bizni shu artistlarni undaq o'yin deb nurg'un haqoratlarni qildi. Xitoy buni kuchayotdi. Ammo bizni bir narsa bilish kerakki, biz buni qo'rqmasligimiz kerak. Qat'iy. Bizda bir g'oya bo'lish kerak, deyman. Bu g'oyani vatan millatning ozodligi. Bu oil tuqqanlarimiz cho'qim ega chiqim. Siz ega chiqmasangiz, Xitoy qandoq qilg'isi keladi, uni qilaveradi. Siz ashuni bir ega chiqdingizmi? Ya masalan turmda kampida bekrak qiynalayotgan bo'lsa, qo'shroq yerga chiqishi mumkin. Siz bekrak kuchab turayotgan bo'lsangiz, kamplarni qo'yib etishi mumkin, hatto telefonlarni ichib turib sizni ko'rishtirishi mumkin. Demak, ega chiqmagan bo'lsa, ega chiqish yo'q narsani hammadan qanday bir tarafimiz qila oladi. Shuningga shu muajiratdagi qarindoshlarimiz, mayli bolalar o'zining ota-onaga chiqmayotgan, mayli hadis-sanallarga ega chiqmayotgan, aqllari tog'liga chiqmayotganlar bo'lsa, men ashlarga deyman, cho'qim sizlar yurakli holda ashlar ega chiqqanlar. Cho'qim ega chiqqanlar. Masalan, shu boydingiz, shu guvohlik berish jarayonida nurg'un yaxshi so'zlar, nurg'un pozitiv so'zlar, mushta yordam qilayli degan gaplar keldi. Lekin shu guvohlik berish jarayonida salbiy so'zlar, voy siz artistlik qilyapsiz degandek shu naq maydonda ashtaq bir nimada bo'ldingizmi? Men naq maydonda o'zida bo'lmadim. Naq maydonda men qarshi turib undaq qilganlar yo'q. Masalan, Avstriya millatlarga bordik, Uyg'ur jamoatlari nurg'un ko'rishdik-ku. Jiq savollarni so'radi. Lekin naq maydon menga qarshini ko'rmadim. Savollarga javob berdim. Ular qoyil bo'ldi. Ammo men shu bo'lgan davlatlardagi guvohliklarni, faoliyatlarimni Facebookga chiqarman, Instagramlarga chiqarman. Uni o'zim yaxshi ko'raman. Buni chiqarishga maqsadim nima? Ma'vu to'xtab qolmay qilibdi davoni. Masalan, guvohlik to'xtab qilibdi. Shu turib qolgan, jimjit yashayotgan insonlar bir madad bo'lsin, turtki bo'lsin deyman. Ammo shuningdek inkoslarda men ajoyib chiq bu nimalarni ko'rib ketdim. Shu eng yaqinida desam, shu Amerikada biz shu Noro'z faoliyati bo'lgan vaqtimizda bu inkoslarni men bishli ko'mabdikan tortib ibatib qo'yibdi. Shundoq ko'nglim perishon bo'ldi, voy maillar deganingizlar. Shu yerda hatto bizning shu oyatlarimizni shu meni nimam inkosga kelib turib, sen bir mushrik debdi. Mushrik biz senda adojuda, sen shunday Xitoyda yashayapsan. Bu bek acayip çıkıyor. Ben hayran kaldım. Anadaki bazı kalbi güzel insanlarımız var. Bizim güzel tarafımızda, isil tarafımızda köygen insanlar, millet güzelsiniz. Hemisi asli ulanın özünün kalbi güzel. Ulanın kalbi güzel olgaçka ağızdan yaxşı sözler çıkıdı. Kalbiden isil ibareler çıkıdı da. Bunda insanlar. Hem de bu yazımı izletkanlar, mesela Allah razı olsun sizden hareketleriniz diyen olsa, derhal astığı yazı diken, bunun dinden hiç kadar haberi yok. Qandoq Allah razı oldu. Men deyman, to'xtang. Peshonangizdan silab yiqing. Balkim siz demoqchi bo'lgan shu qarshingizga shu inson sizdan bekrak e'tiqod kuchli bo'lishi mumkin. Balkim sizdan bekrak Allohga sig'inib, Allohga cheksiz ishonishi mumkin. Bu bundoq yozadi. Yana ba'zilar deydigan, masalan, shu Oslodagi ma'bay deb o'tdim, siz so'raganda. Oslodagi shu guvohliklarni to'liq ko'rib baxtinglarmi deyman mashlar uchun. Masalan, degim keldi. Masalan, to'plardan nurg'un Toplar bekçi hazır. Ben onu körüp lamayman. Ben ilat koydu bazılar. Karan kadınlara siz şundak güçlük, yaxşı bir guvohlan bersiniz. Bundak söz edinganlar bakiyada. Anlamaydırsınız, nemi anlap kaldı ekan sizde. Mening shu guvohligim Oslo'dagi yo'llab qo'yibdi bir to'plarga. Uni tortib ekib bir qarindoshimiz deb qo'yay. Ammo shu qarindoshimni tekshirib topdim. Kimligini bu yer demayman. Shu qarindoshimizning o'zi ikki Uyg'urning oldiga kelmaydigan, namoyishga borolmaydigan, bayroqimizni oldida turolmaydigan qarindoshimizning söylediğini maqama deyman men mishada. Shu debdi, mana ko'rdingmi? Mana Sharq Turkistonliklarni. Bular bizning davoni setib qashaydiganlar. Nimaga bu? Uning kendili birisi qo'shibdi. Bular degan josuslar, noahlilar. Voy, anglab bir kulib ketdi bizda tozlasang, o'lgisilar, toza emas desang, kulgisilar deydi-ku. Biz balki Xitoy tarbiyalab chiqqan josuslar, Xitoy pasportini maxsus bijirib chiqqan ondaqlar. Voy, bunday inkoslar jiq yezildi ekan-a. Hani ikimiz Amerika'dan qaytib kelgan vaqtimiz, faoliyatlarimiz shunday inkoslar bo'ldi, savollarni so'rgan bo'ldi. Masalan, shu yaqinda texnik kanallar Germaniyada bir nimada bo'ldik, ko'rishdi bo'ldik. Bu ko'rishimiz ajoyib bir bek yaxshi ko'rish, uni yipiq shaklda bo'lib qoldi-da. Buni chiqardim rasmni, ammo ismlarini qilmagan bilan buni ministr prezidentlar bu asosiy shu Volkswagen'ningki to'g'risida bo'ldi. Bu majburiy emgak qo'lish cheklash, majburiy emgak cheklash. Bu to'g'risida bo'lgan suhbat bo'lganda
Müşahede baş otagan insanlar 9'da katnaşıptı. Biz 9 bizden Dünya Kurultayı'nın reis Dolkun Aysa efendim var. Gayri tercümanlık kıldı. Yani yana bir netice başka teşkilatlarının var. En başta bana söz verdi yaşlar. Demek biz de bir yer guvalık kirge vaxtımızda mesela şunu umumi nimin talep kıldı aşağıda. Bu yer sözleşmemiz fakat mecburi emgek kul işçilerin doğrusu boğaşka. Bana söz vergen en başta ben kampı lagerlarını tunuşturup öttüm de dehşetini. Kendimde bu yerden mecburi emgekki öttüm. Kul zavutuğa. Aşının kançı dehşetliğini bir yer işbadiler sözüldüm. Üzerine kulağımın ispatlarını gözettim. Çünkü bir yer mecbur emgekti benim burunki sabık yoluşum hizmet kılatkan bir çoğun şirket. Kul zavutuğa ketken. Ular u yerlikki Xitoycha so'zlash kelgan qul ishchi bolalar deymiz. Qulay so'g'ashqa men tarjimonlik qilganligim uchun nurg'un narsalarni men uni ko'zimda ko'rib bilgach buni nihoyat yaxshi ifodalab berdim. Yana bir yangi qulzavti borgan u yerda deb berdim. Aniki mush butun dunyo donliq bo'lgan Adidas Nike'ninki qanday qilayotganligini deb butun hammasini so'zlab uni diqqat o'ziga taqdim qildik hamda uni so'zlab. Shu prezident ministr shu yerda dedi, men mas'uliyatchanlik bilan qalbimni sidiq sana va'da qilmanki, aslında vatanda bo'layotgan shu Volkswagen ishlab chiqarganini to'xtataman men. Endi buni ishqirdim bor ekan, cho'ng bir zavodda. Shunday va'dalar bu bizning natijamizda, bu bizning buningdan xo'shimiz bor. Biz bilan hech qanday bir tuqqandochilik yo'q, ishimiz yo'q deymizmi? Bular bizningki so'zlarimizga ishinib, bular qoyil bo'lib, qabul qilib, va'dalarni berib, yaxshi imtihon qilyotdi. Ammo o'zimizning ichimizdagi Uyg'urlar az bir qism bular sizning guvohligingizni ko'rib turib qoyil bo'lmaydi ekan bular. Chunki men deyman, agar sizning taklifingiz kelsa, Oslodagi bizning guvohligimiz anglagingiz kelsa, anglamang. Eng oxirdagi manzildan huzurlanishni biling, agar Uyg'ur bo'lsangiz. Sizda azroq bir vatan millat sevgisi bo'lsa, sizda azroq bir vijdoniy bo'lsa, insonlik burchi ado qilmay deydigan bo'lsangiz, osh sakin shundan huzurlaning. Biz guvohlik berib qo'ygan aytisilar, masalan, sizni chiqarib sizni o'zimizda ko'rmagan ben bakırlar. Yani bazı ünlerimiz hiç qanday gap so'zlam rasmini chiqarib qo'yibdi. Oshunda men suyundim demek shu his qilibdi oshni. Ma bizning bayrog'imizning sakni qancha yarashganligini his qilibdi. Oshundan huzurapti. Siz nima huzurlashni bilmaysiz. Men shuni degim keldi oshlarga. Siz programning başida o'tib ketdingiz, masalan, Uyg'ur Qultayı'nın ishxonasi degandek. Mushu şahitlerimizga masalan mushu şahitlik ya da guvohlik jarayonidagi boshqa hisobdan boshqa nimalar kam? Shu tashkilotlarga? Yo'q, tashkilotlarga emas, mushu guvohlik, mushu programmalar bo'lsin. Mushu bay hisobdan nima qildingiz? Mushu hisob bo'lsa, shu Oslo Freedom Munbirdek, erkinlik Munbirdek shu yerda bir faoliyatdan o'tkazib qilib bo'ldi. Endi hisobdan boshqa siz boshqa nima kuzatdingiz? Masalan, mushta narsa bo'lgan bo'lsa, texmi yaxshi gulinib, yaxshi bo'ladi, bizning ovozimiz texmi yaxshi chiqadi. To'g'ri. Demek ki to'g'ri dediniz. Hisobdan boshqa bizga cho'qim lozim bo'lgan isil insonlar. Desteklayotgan, qo'llayotgan, o'zining masalan nurg'un tijoratchi qarindoshlarimiz bor. O'zining yendan chidab turib, chiqarib shu mablag'ni sala oladigan isil insonlar degan shunday bo'ldi. Aslında qo'llaydigan, desteklaydigan shu insonlarga ehtiyojimiz bor bizniki. O'shalar bo'lmasa bo'lmaydi u yerda hisobdan boshqa. Endi mesela hisobda nurg'un ashlar isil go'zal nomi bor, zalla. Buning uchun insonlar kerak. Shu ko'p insonlar shu yerda bo'lib, shular qo'llagan vaqtida shu fursatlar pishib bitilgan vaqtda anandaki biz o'zimizning rolimizni joriy qildira oladiganmiz. Güzel. Bizim programımız oxirlashib qolay dedi. Endi shu oldimizdagi oylarda belki kelajak 2024gacha masalan qanday planlarınız bor? Mushu o'zingiz shaxsiy emas, mushu da'vo to'g'risida qanday planlar bor? Menimki planlarım nurg'un, chunki men kun bunda desam, men o'zimni qilyapman deganlik emas. Shahidlarimiz, men dedim, qo'limdan kelish qilyapti, to'xtab qolgani yo'q. Ba'zilar gerçi ko'rinmagan bilan har xil shaklda qilayotganlar bor. Men shu uyimda nurg'un muxbirlarni, nurg'un jurnalistlarni, masalan, ba'zi kunda 2-3 kunda, ba'zi kunda 1 bo'ldi. Xuddi men guvohlikdan ayrilamaydigandek bir mening hayotimning bir qismi bo'lib qoldi deyman. Çünkü her kıtım bir nayet yaxşı planlarım var düzeydiğen. Bunun ikinci planımda ben özüm bir bakmağam bir Kanada var mesela. Tayvan var deyimiz. Bu yalan ama biz bazılardan fikirleşip, sözleşip kılan. Anandaki yani ben bir bakmağam
bu Türkiye taraflar mesela Marrakeş deymiz, bu yoq Brus nima? Belgiya? Yo'q, Belgiyaga ko'p bordim. Ha. Chili taraf, Argentina tarafdagi devlatlar. Janubiy Amerikaga. Ha. Ha. Bu yerler bir anlatqım var. Çünkü nima uchun desangiz, ular bizning guvohligimizni, masalan, nimalarni yozganlarni o'qib qilgan bilan o'zingiz o'tirib ustalda 100 turani sizning og'zingizdan naqmaydan olgan bu boshqacha ta'sir bo'ldi ekan ha. Mening acha nurg'un planlarim bor oldimda kelajakgacha shu bizning guvohligimizni nurg'un davlatlarda masalan faqat bo'lmagan 30% yoki olta olsam deb shu planni tuzab shu umidda yotaman. Güzel. Bilsizmi sizlar aktivistlar bo'lsin, sizlardek guvoh bergichlar bo'lsin, mushu da'vo jarayonida ruhiy jihatdan, psixik jihatdan nihoyatda cho'ng besim bo'ldi. Siz qandoq qanday deymiz, mushudan qanday taqobil tursiz yo qanday masalan yemlarni qilsiz degandek mushuni. Bak yaxshi bo'ldi bu. Sizning ya'ni mush haqda bir tavsiyalaringiz bormi? Biz mayli menga bo'lsa, mayli boshqalarga bo'lsin degandek. Chunki bu azbishimiz anglatgan bilan buning ma'lum darajada bir bisim bo'ldi hamda. To'g'ri. Bu besim haqiqatan bo'ldiki, har tarafdan bo'ldi ekan ha. Masalan, bu besim deganda o'zimizningki biz ishonadigan insonlarimizdan keldi-ki, o'zimizning millatimizdan keladigan besim bo'ldi-ki. Dastlabda mening bu telefonlarni, WeChat'larni taqimga Xitoydan bek ajoyib besim bek zo'r bo'ldi. Mana eng yaqinda xabaringiz bo'lgandek 2 oy burun taqan Amerikadan qaytib kelgan vaqtimda akamning qasd uchrab o'lganini xabar. Bu bir eg'ir ruhiy besim. Men bu besimlar duch kelgan vaqtimda shu vaqtning o'zida psixikamiz darhol o'zgarib, xuddi o'zingiz bu dunyoda mavjud emasdek, hammadan voz kechib ketgandek. Bu nima ahamiyati men bunday yashaganimniki, men shunday kuchatim, quvvatim men akamdan ayrıldım. Chunki mening eng ishonchlik men o'zim eng bir yoruylik tog'dek yurganchigim gerçi ko'rishamizmi deb. Bularni o'ylayotgansiz darhol. Ammo bir necha kun o'tgandan keyin yana o'zingiz tasalli deb. Qanday deymiz? O'zimizni yengadigan inson ya'ni o'zimiz ekanmiz. Buning boshqa. Mesela shuni qanday qilsiz? Masalan, men ko'nglim yerim bo'lgan vaqtlarda ko'p bolalarda ba'zi men muzika anglayman. Muzika anglashni yaxshi ko'raman. Kitob o'qiyman. Kitob degan vaqtimizda bizniki Qur'on Karimning tarjimasi kitobni o'qiyman. Buni men bunday desam, ba'zilar boshqacha tushunib qolsa mening ishim yo'q. Ammo shu har bir ko'nglim qattiq azor yegan vaqtimda xuddi shu Qur'on Karim kitobimiz bizni chaqirganda birabad o'qib olsam, rohat his qilib qolgan, huzur topsiz deymizmi shunda. Oshnoq bo'ldi ekansiz. Ya'ni ko'pincha hollarda ichim siqilib shundoq beorom bo'lganim taloq chiqibman. Men uyimda atrofida dengiz bo'yiga joylashgan. Teshig'i chiqib, ash dengiz atrofini cho'gilab, anaki o'zimniki nimamni psixikamni o'ngshashqa buningga o'zim kuch qilman. Yana shu nurg'un chet-elliklarningki bizni qo'llayotgan, bizga madad berayotgan ashlarni o'zim ilhom olman, madad olman. Anniki yana bu yerdagi eng go'zal, eng yaxshi bir ro'yi o'zg'un bo'lgani men eng yaqinda mening navram bo'ldi degan. Maşallah. 8 oylik qo'l navram bek chiroyli, bek tatli. Bu navramning tug'ilishi men ajoyib bir zo'r madad, chunki men yolg'iz yashayotgan bu vaqtimda. Bek cho'ng bir ro'yi o'zg'un bo'ldi men hamma jihatdan-chu. Her qanday dush kelsam, bir ish qilish kelsam, men navramning kulayotganini o'ylayman. Qanday ish qilim yerim bo'lsin, navram. Bu hamma jihatdan odam o'zini ashnaqa bog'lab turib, masalan yoki yo muzikani anglash orqali, yo sirtlarni sayr qilish orqali, yo bir kitoblarni o'qish orqali, yo o'zingizning bir haqiqiy bir aqidangiz bilan bir ibodatlaringizni qilish orqali huzur topgansiz. Buning bilan bu azob oqibatni ozroq bo'lsin yeniklab qoldi ekansiz. Xayr. Ada vaqtmi berib qapti. Sizning eng oxirgi so'zingiz bormi? Masalan, men savollarda bir olib chiqarmagan siz bek degingiz bor bo'lgan, andan keyin programmada yepasak bo'ldi. Mening boshqa savollarim yo'q endi. Yo'q, savol emas, deydigan gaplaringiz bormi? Boshqa deydigan gaplarim yo'q. Rahmat sizningki shu programmangiz orqali men shu muajoratdagi qarindoshlarim bilan naq maydon yuz ko'rishib, mushlarni so'zlashganligimdan xursand bo'ldim. Ham oxir deydiganim suyumlik vatan millat suyar o't yurak qarindoshlar. Hammamiz o'zimizning bir o'rtaq g'oyasi bo'lgan shu vatanimiz, bisilmagan shu ziminimizni ozod qilish uchun ziminimizni shu xalqimizni ozod qilish uchun hammamiz bir insonlik burchimizni ado qilaylik, bir vijdoniy burchimizni ado qilaylik.
to'xtab qolmay, mayli namoyishlar bo'lsin, mayli yozma yezish orqali bo'lsin, qandaq bir harakat qo'limizdan kelsa, mayli guvohliklar bo'lsin, mayli shu tuqqan qarindoshlarimiz, qo'shni qo'limlarimizni tortib, oshlarga ega chiqayli, bu kurashdan to'xtab qolmayli. Faqat biz tirishgandilar, birlashgandilar, ittifoqlashgandilar, bir-birimizni haqiqiy qo'llay olgandilar. Andan keyin biz chuqur bu tajovuzchi Xitoy hokimiyati ustidan g'olib kela olamiz. Shu go'zal zaminimizni qo'limizga ola olamiz deb o'ylayman. Hammalarga rahmat. Allah razı olsun ada. Ko'rinmanlargami Allah razı olsun. Kelar qatim ko'rishgacha aman bo'linglar. Ada siz yeb etmang. Men hozir programma yeb bitib, aningizga ayrim videodan keyin ko'rishsak bo'ldi. Kelar qatim ko'rishgacha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.